Prava so'ramaydigan, tezligi 22-25 dan o'tmaydigan, motor miyalari 240 vatt bo'lgan, akkumulyatorlari 4 talik, 5 talik, 6 talik. Rosa ham shu qonunda ko'rsatib kelgan talablarga javob beradigan skuter modellarimiz yetib keldi. Hech ham muammo yo'q. Boya magaziniga kelib, bemalol minib ko'rib, tekshirib olib ketishingiz mumkin. E+ elektron velosipedlarimiz ham. Bularga ham prava so'ralmaydi. Tezligi xuddi shunaqa 22-25. Pedal bilan yurgan holatda bemalol mazizga yetib olasiz. Pedalsiz yurganingizda zaryadi 25-30 kilometrga yetib beradi. Hozir mana shu skuterimizni mana shunday ko'rsatib beraman tablosi. Hop, kontrol knopkalari mana danniy parkovka rejimi, mana sport rejimiga qo'yamiz va tablo. Sport rejimda turibdi. Tezligi 22. 22 dan o'tmaydi. Hop, aytilgandek mana motor miyasi 240 vatt ko'rsatib qo'yilgan. Hop, bunisi modelini ham ko'rsatib o'taman. Shunday. Hop, kontrol knopkalari mana sport danniy parkovka sport rejimiga qo'yamiz va tablosi noshkani ko'tarib qo'yganmiz. Sport rejimda turibdi. Bor tezligi 22. Tezlik. Bundan o'tmaydi. Hop, ikkinchi modelimizda ham xuddi shunday mana 240 vatt qilib ko'rsatib qo'yilgan. Magazinimizga tashrif buyurib yoki telefon qilib elektron velosipedlarimizni, skuterlarimizni kelib test drive qilib o'zing tekshirib bemalol olib ketaverasizlar. Narx savdoga, muddatli to'lovga zo'r narxlarda ayiq qilasizlar. Sog'lik va oilaviy zavq ulashamiz.